Ko'p burchakka taklif qilinadi. Nurzod Rahmonov. Qozog'iston O'zbekiston o'rtasidagi qarordan Varaqaga ma'lum hujjat yetkazilmaydi demoqchi. Bugun biz O'zbekiston Andijon oblasti Buloqboshi rayonida turamiz. Ko'p burchakka taklif qilinadi. Behruz Sattor. Бойцовский клуб Jek-Bejek Kazakhstan. Nurzod Rahmonov. Qizil burchak, ko'k burchak. Yosh 9da, vazn 27 kg. Murabbiy Nodirshoh Adaxonov. Sport klubi Shohlegion O'zbekiston Xo'jaobod. Behruz Sattora. Boshi so'li. Menda xafa bo'lmanglar. Odam to'plandi, sizlarni olib tashlayman. Nega turadi uni ko'rdingizlar, o'rmonlar. Qozonchiliklar bor ekan. Olti so'li. Yaqinroq turamiz, Rayfa. Davom etamiz. Umutlar Qozog'istonga O'zbekistonning qiziq bo'y bo'lsa da qaranglar. Qo'l qayruv bo'yicha Top O'zbekiston qizil Qozog'iston bo'yicha taqdirlanmoqda. 2025-yilning 26-aprel kuni. Tayyor. İkinci round. Sekundantlar, yaxshi sportchi. Og'ir ishi so'li. Og'ir ishi so'li.
Buni sonra Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasida hozir kim jang kurash. Qozog'iston O'zbekiston jang etadi. Kanalda Mo'g'at Qorijo'nun kanali Andijon oblastinin Buloqboshi rayonida turadi hozir. 5 round. Muvaffaqiyatla 5 round bo'ldi. Hozir qaranglar 4-roundga o'tdi. Bularning bo'yi qiziqadi. O'zbekiston va Qozog'iston respublikalari Yemenga ko'rsatadi. Qaranglar 27 kilogrammli polvonlar. Bo'g'ish usuli. Avvalamiz. Oxirgi round muvaffaqiyat. Qaranglar oxirgi round bo'lsa bu kechuvchi round. Og'ir ish usuli. Kazan o'lchayli sportchi og'ir ish usuli davom etyapti. Og'ir ish usuli yarim dal. Aktiv hisoblanadi. Boshda orqasiga yurmaymiz. Refer e'tiborga bo'lamiz. Chiqoylar bola tashqariga. И в этом поединке единоклассное решение судей победу одержал O'zbekiston Xo'jabod Behruz Zotira. Nagarachilarga treyderlar chaqirdi. Hayrat aka. Пожалуйста. Nodir. Nagarachilarga murabbiylar chiqsin. Ha, sen size çıkar. Qarshilar bilan qutlab qo'yinglar, bayasizlarni.